Assalomu alaykum domla. Otam 7 yildan beri chet eldalar. Onamdan xabar olmaydilar. Ularning nikohi buzilgan hisoblanadimi? Nikohni buzilishi uchun er tarafidan, ya'ni erkak tarafidan nikohni buzadigan so'zlar aytilishi kerak. Muddatni o'tishi, er xotin birga bo'lmasligi nikohni buzmaydi. Har qancha muddat o'tsa ham Hanafiy mazhabida 90 yil deyiladi. Aytaylik, er yo'q bo'lib ketdi. Hozir bu yerda 5-6 yil, balki 10 yildir er yo'q bo'lib ketdi. Bundan xabar bor. Xabar berib turibdi, Rossiyani yoki chet elda biron joyda ishlayapman deyapti, yoki Koreyada yoki Amerikada qayerda ishlab yuribdi, kelmayapti. Xabar bor, telefon aloqa vositasida xabarlashib turibdi. Tirik ekanligi ma'lum. Bunday holatlarda har qancha vaqt o'tsa ham o'rtaga taloq tushmaydi. Endi aytaylik, nom nishonsiz yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lib ketdi. Xabar yo'q, topish imkoni bo'lmayapti. Nima qiladi? Desa, unda 90 yil kutadi. Haligi eri aytaylik 30 yoshlarda yo'qolgan ekan. Ya'ni 60 yil kutadi. Ya'ni eri 90 ga kirganligini kutadi. 90 ga kirgandan keyin aza ochadi. Er o'ldi deb, undan keyin xolasi erga tegib ketaveradi keyin. Demak, bu degani yo'q degani. Ha? Kampira uchun bo'lsa 85 kirib qolgan bo'ladi-da. 80 yoki 85 ga kirib qolgan bo'ladi. Bu degani er xotinni birga yashamasa ham o'rtasiga umuman taloq tushmaydi degani. Toki erning o'zi biror bir so'z aytmagunigacha, qancha vaqt birga yashamasa ham oradagi vaqtning uzun yoki qisqaligini farqi yo'q, baribir taloq tushmaydi. Shuning uchun nom nishonsiz yo'q bo'lib ketib qolsa, shunaqa qidiruv o'zi bo'limlari bor, shularga beriladi. Imkon darajasida tirigi yoki o'ligi haqida xabar topishga harakat qilinadi. Xabar kelgan bo'lsa boshqa gap. Tirik bo'lsa tirik, hech qanday yo'q, haligi taloq yo'q. O'lgan bo'lsa-chi, o'ldi deb xabar keldi. Yo'q bo'lib ketganiga 10 yil bo'lgan ekan. 10 yildan beri xabar yo'q edi. Keyin birdaniga xabar kelib qoldi. Falonchi fisonchi o'ldi deb matbuotda e'lon qilindi, yoki kimdir xolis Alloh uchun e'lon qildi, falon odam vafot etgan edi. Yonida pasportini ko'rsa, O'zbekiston fuqarosi ekan, ismi falon mana shunaqa odam, mana pasportini ko'rsatmasdan shu odam vafot etgan deb ko'rsatsa, o'sha vafot etgan sanasidan boshlab ayol idda o'tiradi. Ya'ni eri o'lganligining iddasini o'tiradi. Homilador bo'lmasa 4 oy 10 kun, homilador bo'lsa homilasini tuqqunigacha idda o'tiradi. Idda tugallangandan keyin u ayol turmushga chiqib ketishi mumkin. Shofiy mazhablarida bu narsa 4 yil deyilgan. Er nom nishonsiz yo'q bo'lib ketsa, 4 yildan keyin ayol kishi turmushga chiqib ketsa bo'laveradi degan.